Dada, meni haydab yuborishdi. Dadasi, hozir ovqat suzaman. Iye, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha. Dadasi, Ha? Nigora keldi, chiqing. A? Kel qizim, kel. Ha, Nigoraxon, tinchlikmi? Sumkalar bilan kelibsiz? Qizim, Avzoyingiz boshqacha. nima bo'ldi qizim? Dada, meni haydab yuborishdi. Ana, eshitdingizmi? Nima degandim? Haydab borishibdi qizingiz axiyri. Xo'sh, nimaga bu yerga keldingiz? Dadangiz meni 2 yosh bolam bilan zo'rg'a boqayotgan bo'lsa, endi siz ham qo'shilasizmi? Jon dada, oshnoningizga sherik bo'lmayman. Ertaga yo'q ish topaman dada. Nima ish bo'lsa roziman, sizga yordam beraman. Faqat iltimos, ko'ksimdan itarmang. Iltimos. Boshqa borar joyim yo'q. Sizdan boshqa panohim yo'q dada. Iye, nima deganingiz bu? Dadangiz kasalban bo'lsa, bizni zo'rg'a boqayotgan bo'lsa, boshimizga yuk bo'lmoqchimisiz? Bo'ldi. To'polon qilmanglar. Qizim. Sen sumkalaringni olib ichkariga kir. Buguncha dam olgin. Keyin gaplashamiz. Biroz damingni ol. Bora qol qizim.